Hemen bugün mikrokredit bankta var kredilerin türleriyle tanıştıracaklar. Bizlerde istimam kredi, ipoteka kredi, mikrokarz, avtokreditlerimiz var. Şulardan yeniden işlevçilere esasen gerek olan mikrokarzlarımız var. Mikrokarzlı işlevçilere gelir, sizlere gelir verildi. Mikrokarzın ekspres türü var. Benim mahallem, bizneske birinci kadem, istikrarlı ayal, adli mikrokarzları. Adli mikrokarzlarımız bir yılda 5 yılgacha veriladi. Birinchi 12 ayga 25%dan, 24 ayga 26%dan, 36 ayga 27%dan, 48 ayga 28%dan, 60 ayga 29%dan. Bunlar yıl ko'tarilgan sayin faizdan ko'tarilib boradi. Bular eng kam ish haqini 150 barobardan boshlanib 100 milliongacha beriladi. Ekspres mikrokarzimiz 100 milliongacha beriladi. Ular ham shu 12 aydan 60 aygacha beriladi. 12 ayimiz 26%, 24 ay 27%, 36 yıl 28%, 48 ay 29%, 60 ay 30%. Bizneske birinci kadem degan kreditimiz var. Bu 12 aydan 24 aygacha bo'lgan davrda 25%dan beriladi. Bu eng kam ish haqini 20 barobargacha beriladi. Keyin mahalla biznes kreditimiz var. 12 ayga 25%dan, 24 ayga 25%dan da bu 2 yılda 25%dan. Bu 17 milyongacha beriladi. Eğer bularda 3 ay imtiyozli davr var. O'zingiz xohlasangiz 3 ay imtiyozli davr bor. Benim mahallem krediti var. Bu 36 ayga 26%dan 50 milyongacha beriladi bu kreditlar. 60 ayga 27%dan. İstiqbolli ayol kreditimiz 60 aylığı 24%dan beriladi. Bunlardan 3 aydan 6 aygacha imtiyozli davr var. İmtiyazlı bo'lganda faizsizdan faiz kamayadi. Aldığın faizini to'lab tursak, bir asosiy qo'shiladi. Quruq faiz davri beriladi. Kam to'laysan, kamsan. Evet, quruq faiz to'lab turasiz, keyin haliyamni asosiydan qo'shib to'laysiz. Bo'ldi, 5 minutga bo'ldi. Sizlarda 18 faizli. 18% bu mahalla imtiyoz krediti. Bu aloqalardan saqlanadi. İmtiyozini hamma bir mahalla mahallamiz Mahallada misol uchun qaysi banka misol uchun so'm oladi. Ya bu 33 milyon. Bizim yolluktan yani nerede mi ekspresle mikrofazımız 100 milyon. 8%. Ya bu ekspresle cismani şahslar 33 milyon içinde. Aloqalardan 100 milyon içinde. yoshlar. Yani bu yaşlar da çağır. Yani karar yo'qotda bo'lsa ham chiqmaydi ekan-a bu. Karar yapatmasanız çıkmıyor. O'zi belgilangan davr var. Karar yapatmasanız çıkmıyor. Ha, şurayı asanız koy.